C# haqidagi darsimiz davomlashyotidi. Ko'p ishlatiladigan kontrollarning ikkinchisi. Hozir tunishmoqchi bo'lgan kontrolimiz text boxes, ya'ni uchur kirgizishda eng ko'p ishlatiladigan kontrol. Text ramkasi biz kompyuter ishlatganlarning hammasi eng ko'p uchrashadigan uchur kirgizadigan ramkaning birisi. C# bu text ramkasiningki ikki xil shakli bor. Ko'p ishlatilgan birisi taqquliq, birisi ko'p qurliq. Taqquliq text ramkasiga odatda bir qulam mavzu yoki ism, parol deganga o'xshash narsalarni kirgizamiz. Ko'p qurliq text ramkasiga bir qadar uzun mazmunlarni kirgizamiz. Buni Visual Studio'da amaliy misol orqali ko'raylik. Text box'ni qo'sh chekish orqali yoki so'rab akirish orqali ko'znakka qo'shsak bo'ldi. Cho'ng kichikligini xohlagancha tanishlaymiz. Buningki ism xosligi text name. Bu bir qurliq text ramkasi. Navoda biz ko'p qurliq text ramkasiga ehtiyojli bo'lsak, bu text box'ningki xosligini o'zgartirish orqali ko'p qurliq text ramkasiga erisha olamiz. Ya'ni bu yerda multiline ko'p qur degan xosligi bor. Bu xosligini biz tushirsak, bu ko'p qurliqqa aylandi. Yana biz bu yerni suzib, xohlagancha cho'nglikda qila olamiz. Buningki ism qo'ya olaylik. Text content, ya'ni mazmun. Ijro qilib ko'radigan bo'lsak, bu bir qurliq text ramkasi, bu ko'p qurliq text ramkasi. Xohlagan sondagi mazmunlarni kirgizsak bo'ldi. Endi biz ko'p qurliq text ramkasiga mazmun kirgizgan vaqtimizda bu qursoni ko'p bo'lib ketsa, bu eshib ketadi, boshqa qismi ko'rinmaydi. Buni ko'rsatish uchun cho'qim biz bu yerga bir scroll bar, o'rish tolchisi o'rnatishimiz kerak. Endi buningki o'rish tolchisini o'rnatish uchun biz buningga scroll bar xosligini tanitsak bo'ldi. Bu yerda scroll bar deb bir xoslik bor. Bu xoslikning ichida horizontal, ya'ni tekshi ostiga scroll bar, ya'ni o'rish tolchisi o'rnatish, vertikal, yan tarafga o'rnatish, yonga ostiga ikkilisiga o'rnatish degan xosliklari bor. Biz buni hozir ikkilisiga o'rnatdik. Ko'zlar qo'zg'aldi bu yerda. O'ng tarafda buningki o'rish tolchisining o'rni bor. Hamda biz mazmunning qursonini text ramkasiningki egizligidan oshirgan vaqtimizda undan buni o'rish mashg'ulotini amalga oshirildi. Mana. Hamda buningki qurning uzunligi text ramkasining uzunligidan eshib ketgan vaqtida undan asti tarafni ishlatgan bo'ldi. Hamda biz taqquliq text ramkalarni ishlatgan vaqtda ba'zida parol kirgizadigan ehtiyojimiz bor. Bundaq vaqtda biz text ramkasiningki password char xosligini o'zgartirish orqali buni passwordlarni kirgizadigan, ya'ni parol kirgizadigan holatga kelamiz. Biz bu yerga xohlagan bir belgini yoza olamiz. Biz text ramkasini ishlatgan vaqtimizda shu belgi ko'rindi. Masalan, men bir dona chekit qilib qo'yay. Buni ijro qilaylik. Bu yerga men qanday narsa yozishimni qatnazar, bu yerda ko'rindigini faqat chekit bo'ldi. Lekin buningki kirgizgan asli mazmun bu yerda saqlanadi. Biz qimmatini olgan vaqtda shuning asli mazmuni olindi. Faqat ko'ringanda boshqa mazmun ko'rindi. Ko'pincha buningki biz yulduz belgisi ishlatamiz. Text ramkasiningki xosliklarini tafsiliy ko'rib olsangiz bo'ldi. Endi buningki hodisalarga qaraydigan bo'lsak, buningki eng ko'p ishlatilgan hodisa text change. Ya'ni bu yerda har bir text yozgan vaqtimizda, har bir knopka bosgan vaqtimizda bir qatim yuz beradigan hodisa.
Biz buni misol orqali ko'rib boqaylik. Text change'ni qo'shsak, buningki text change hodisiga bog'langan bir funksiya qurildi. Endi biz bu yerda har qatim knopka bosganda bu hodisa qo'zg'aldi. Buning natijasini biz ostidagi text ramkasiga chiqaraylik. Text contentning text tan text contentning teksti qo'shib birimiz. Text changed. Buning keyiniga bir yangi qurib qo'shib qo'yaylik. Environment new line. Ijro qilib ko'raylik. Biz bu yerga har qanday bir xat yozsak, bu hodisa yuz beradi. Uningki natijasi bu yerda biz text change degan xatni ko'rsatdik. Buning passwordlarini yo'q qilib o'taylik. Passwordlarni yo'qotsak, normal text ramkasiga aylandi. Endi biz text change deb text box'ninki qimmatini o'sha yerda ko'rsataylik. Text name'ning texti ijro qildik. Biz buni ichiga nima yozsak, buningki natijasi bu ostida chiqib turadi. Ya'ni text box'ning ko'p ishlanadigan hodisidan birisi buning text change hodisi. Buningki boshqa hodisalarni yana tafsiliy ko'rib olsanglar bo'ldi. Buningki mouse munosabatli hodisalar mavjud to'liq. Masalan, click, mouse click, double click, mouse enter, mouse out deganga o'xshash. Undan boshqa knopkaninki har xil hodisalar bor. Knopka besilgan, ko'tarilgan, to'liq tamomlangan o'sha jarayon. Hamma hodisalari bor. Shuning bilan Textbox to'g'risidagi mazmunimiz tugadi.